Salom hammaga, mashhur quyonchi muxlislari va quyon ishqibozlari va hozir quyonlarimizga yangi qafaslar joylab, ularni boshqa joyga ko'chirdik, havo aylanadigan joyga. Ichkari joyda mana salqin bo'tam, har doim havo aylanib turadi. Mana qulog'i yo'q quyonimiz ham bor dedim. Qulog'i yo'q. Bu quyonimiz urg'ochi quyon, bu ham urg'ochi, pastidagilar erkak quyonlar. Erkak quyonlar hozir hammaga karmushkalar olib kelib o'rnatish jarayonini boshladik. O'rnatyapmiz. Chinorlar qilib o'zini spes ko'rimi bilan arpa aralashtirib berib qo'ydik. Bu inimiz mana shu ajratib bo'lmasak bo'lmadi. 3 ta, 4 ta, 3 ta qilib bo'lib qo'ydim. Qafasimiz 1 metrga 55 santimetr bo'lgan. Burgun paltavalarimiz tepada turibdi. Xo'p, bu yoqda bitta bo'g'oz urg'ochi quyonimiz bor. Kaliforniya bu ham urg'ochi bo'g'oz. Xo'p, mana bu papasha qo'shqarkanlar yotibdi. Pastdagilar ham erkak quyonchalar. Erkak quyonchalar. Bu inimiz polni tunikadan bo'lgan, tepasi ochiladi, yonda karmushkalari bor mana. Shunaqa gaplar. Mana bu boshqa hozir ko'rgan 4 etajli qafaslar zagotovkasi. Bitta quyon qoldi bu yerda. Ko'chirmadim, chunki bu qochgan. Mana turaversin. Mana bu bitta Kaliforniya bor edi. Ichkarida yotibdimi deyman. Uni ko'chiramiz hozir, xudo xolasa. Ko'chganiga ancha zo'r bo'lib qoldi.